Assalomu alaykum. Albatta birinchi navbatda muhtaram prezident boshchiligida butun xalqimizni g'alaba bilan, tarixiy g'alaba bilan tabriklaymiz. Juda xursandmiz, Xudoga shukr. Albatta uning ustiga bayramga qo'shaloq bayram bo'ldi. Shuning uchun juda xursandmiz. Hammani bu g'alaba bilan tabriklaymiz. Ertaga o'yin, yaxshi o'yin kutyapti. O'ylaymanki, tayyormiz. Xudo xolasa yaxshi o'yin, chiroyli o'yin ko'rsatib, xursand qilamiz inshaalloh. Assalomu alaykum barchaga. Birinchi navbatda muloqot o'tgandek barchani mana shu tarixiy natija chempionatiga chiqqanimiz bilan tabriklayman. Ertaga Xudo xolasa qiziq o'yin bo'ladi. Barcha kelgan muxlislarimizni chiroyli o'yin bilan, chiroyli g'alaba bilan xursand qilishni niyat qilamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, birinchi navbatda o'zingizni tanishtiring, hamda savollarga berishing. Chempionlar Abdulaziz avvalambor Semurati va terma jamoani qo'lga kiritilgan jahon chempionati yo'llanmasidan tabriklayman. Savol shu haqdaki, Birlashgan Arab Amirliklari uchrashuvda katta kuch sarflandi, emotsiyalar, energiya sarflandi, jarohatlar bo'ldi. Mana shu omillarni hisobga olgan holda Qatar bilan uchrashuvga futbolchilarning tayyorgarligi, ularning holatini qanchalik ko'nglingiz to'q, chunki jarohatlar bor, boshqa omillar bor. Endi albatta futbol bunsiz bo'lmaydi. Jarohat ham, kayfiyat ham, Xudoga shukr, kayfiyat hamma narsa joyida. Jarohatlar o'ziga keladi. Bolalar yaxshi, tayyorgarlik ko'ryapmiz albatta. Kecha bugun o'ylaymanki hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Qaraymiz, bugun ham mashg'ulotimiz bor tayyorgarlik uchun. Eng asosiy kayfiyat ham, emotsional fon ham yaxshi. O'ylaymanki bolalar tushunib turibmiz hammamiz, ertaga o'yinda ham hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Savollar? Assalomu alaykum. Ertangi o'yin oldidan jamoaga topishadi, masalan, fotoga Ya bor, hozir ham endi Oston O'runov albatta jarohati bor. O'ylaymanki Xudo shifo bersin, tezda tuzaladi. Otabekda ham ozgina kichkina jarohati bor. Bugun mashg'ulotda qaraymiz, mashg'ulotda qanaqa o'zini his qiladi. Qolgani hammasi tayyor, sog' omon. Abdulaziz savol futbolchiga avvalambor assalomu alaykum. Chiqqanimiz bilan tabriklaymiz. Shu terma jamoa safidagi bir nechta futbolchi aytyaptiki, shu bir necha kundan beri tarixiy natija. Inshaalloh ko'pchilik aytdiki, to'g'ri biz jahon chempionatiga chiqdik inshaalloh deydi, lekin hali ham endi mashhur presslar shu deydi-yu, nimaga erishganimizni hali to'liq anglab yetmadik. Jamoa o'zi shunaqa kayfiyat bormi yoki baribir o'sha Qo'qon aytganda tepdi, biz jahon chempionatiga chiqdik, endi u terma jamoamiz yengiladi. Chiqqanimiz farq. Chiqdik, bu albatta katta natija biz uchun, barcha xohlagan natija. Endi buni nishonlashga hali vaqt bo'lmadi, to'g'risi yaxshilar. Hamma xursand, hamma tushunib turibdi qanaqa natijaga erishganimizda, lekin ertaga yana bitta o'yinimiz bor. Hammani baribir boshini bir chekkasida o'sha o'y turibdi, ertangi o'yinga tayyorgarlik ko'rish haqida. Chunki baribir muxlislarimiz yonida o'ynaymiz. Bizdan g'alaba kutishadi. Qanaqa natijaga erishganimizdan farqi yo'q. Baribir natija kutishadi. O'shaning uchun Xudo xolasa hamma o'sha ertangi o'yinga tayyorgarlik ko'ryapti. Mana shu muxlislarimiz oldida Xudo xolasa ertaga qo'shaloq bayram qilib, o'sha g'alaba bilan birgalikda o'sha jahon chempionatiga chiqqanimizni ham birgalikda nishonlaymiz deb o'ylayman. Mana qo'shib ketdi. Futbol shunisi bilan qiyin. Vроде бы bitta yutding, bosim har doim bo'ladi. Keyingi o'yinga yana tayyorgarlik ko'rish kerak. Hozir mayli ko'p yigitlarimiz ertaga o'yindan keyin balkim ta'tilda bo'lishi mumkin. Kimgadir bu tarafdan omadliroqdir, lekin o'zimiz chempionatdagi yigitlar yana komandalarga borib o'ynashga to'g'ri keladi. Shu futbolda eng qiyin tarafi ham shu, o'yindan o'yingacha va o'yin har doim ziq turadi. Temur aka, assalomu alaykum. Jahon chempionatiga tabriklar. Jahon chempionati yo'llanmasi bilan sizni bilan jamoada
Murabbiylik faoliyatingizda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi eng pragmatik o'yinni o'tkazdingiz. Bu qadar himoyaviy o'yinni hech qachon temur qafasida bo'lmagan. Qatarga qarshi ham bosim safar mana shunday natija uchun o'ynadingizmi yoki odamiy, hujumkor, tomoshabop jamoani ko'ramiz? Endi to'g'risini aytsam, bilmadim, pragmatiklikka boshami. Bu o'yin qanaqa bo'lsa ham g'alaba qozonishimiz kerak edi. Qo'yilgan vazifani bajarishimiz kerak edi. Bosim bor edi, bu aniq. Chunki to'g'ri, ikkita o'yinimiz oldida edi. U bo'lmasa uydagi o'yin ham turardi. Prinsipida bosim bo'lmasa kerak edi, lekin baribir o'sha muxlislarimizni kelishi, o'shda hal qilishimiz kerakligini biz tushunib turdik. Oxirgi o'yinga qoldirmaslik, baribir ozgina bo'lsa ham bosim bor edi jamoada. O'shaning uchun qanaqa bo'lsa ham biz g'alaba kerak natijani qo'lga kiritishimiz kerak edi. Pragmatik bilmadim qanaqa bo'lgan. Menimcha kontrol bizda bo'lgan. Qaradik, kerak bo'lganda qo'shdik. Albatta oxiri nomasi uchun bitta vaziyatda qolganda, prinsipda o'yinimiz bizni nazorat qo'limizda edi. Shu boshqa hech anaqa yo'q. Qatarga albatta harakat qilamiz. Aytganda o'yindan keyin baribir xursandchilik bo'ldi, emotsional fon baribir xursandchilik bo'lgandan keyin buni to'ldirishi bor. Lekin 2 kunimiz bor. Kecha bugun o'ylaymanki yaxshi bo'ladi va ertaga o'sha bosimsiz deganda ertaga ham bosimda. Ertaga ham baribir muxlislarimiz keladi. Nasib bo'lsa hurmatli prezidentimiz keladi, albatta ularning oldida ham chiroyli o'ynab g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Chempionatimizning asosida avvalgi kelgan tabriklar Dubayga borganlarida Temur aka bildik Qatar ketgandan so'ng taktikani o'zgartirish vaqt qoldi, lekin sentyabr oyidan boshlab shuncha FIFA kunlaridan boshlab bizda yaxshi vaqt bo'ladi keyingi yilgacha. Temur Kapadze o'zining o'sha gol uchish sxemasiga qaytadimi yoki bu terma jamoa bo'ldi shu sxema bo'yicha ketadimi? Rejalarimiz qanaqa? Ya, albatta bu hozirgi sxema o'zi bor. Buni o'zi bu ham bitta A planmi, B planmi, uni o'zi qaraymiz. Albatta keyingi o'rtoqlik uchrashuvlarda har xil vaziyatda, har xil sxemada o'ynaymiz ham o'ylayapman. Va yangi nomlarni ham kashf qilishga harakat qilamiz, ularga ham imkoniyat berishga harakat qilamiz, chunki vaqtimiz bor tayyorgarlik uchun. Shu buyog'i endi albatta bilasizlar o'zi qanaqa vaziyatda jamoani oldim va oldimizda 4 ta muhim pallada oldik va har doim o'sha oxirgi o'yinlar bosimi ham kuchayardi, o'yinlar ham qiyinligini bilib, lekin Xudoga shukr to'g'ri yondashdim. O'sha staff bo'yicha ham katta o'zgarish qilmasdan kerakli joylarda o'zgartirdik, qo'shadigan narsani qo'shdik va Xudoga shukr to'g'ri ishladik, to'g'ri qildik va jahon chempionatidamiz. Bu eng asosiysi. Temur Qatarda oxirgi paytlarda bizga noqulay raqib ko'rinmoqda edi. Shu Osiyo Kubogida jahon chempionati 3-saralash bosqichida oxirgi uchrashuvda biz Qatarga qarshi avvalgidek o'z o'yinimizni o'tkaza olmagandik, ya'ni raqibni o'yiniga moslashib qoldik. Aynan mana shu jihatdan olgan holda Qatar terma jamoasini ertangi o'yingacha qanday o'ynaganligingiz va noqulay raqib degan fikrga qanchalik qo'shilasiz? Endi albatta men o'ynagan paytda aksi bo'lgan, har doim Qatar bilan yaxshi o'ynaganmiz. Bu safar ham menimcha yigitlar yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Osiyo chempionatida ham albatta Osiyo chempionatida Qatar chempion bo'ldi. Komanda potensiali bor, o'ziga yarasha kuchga ega, lekin biz jamoa baribir o'ylaymanki Qatar jamoasidan kuchli. Albatta guruhda har bir jamoa bilan qiyin uchrashuvlar bo'ldi va Osiyo chempioni bilan ular bizdan past turayotgani bu ham bitta dalolatidir. O'ylaymanki har taraflama, har bir pozitsiyada ham biz Qatardan kuchlimiz va bu o'ylaymanki o'sha paytdagi bo'lgan vaziyatdir. Lekin umuman o'yinda olsangiz biz hech bir na Osiyoda na
o'tdagi o'yinda ham ulardan kuchsiz bosdi. Faqat ularga qattiqroq omad yetishdi bo'ldi. Futbolchilikda Eldor aka shu umumiy jamoatchilik saralashchiklari sikllarida bizda asosiy bo'lib kelgan muammo o'yin sikllarida tez boshlanishi. Masalan, o'zingiz ham o'yinga bir kun yoki terma jamoalarga yetib kelardingiz, lekin bu safar ancha qulay bo'ldi. To'p eshiklardan tugagani uchun ko'pgina legionerlarni so'z vaqtida qo'shila oldi. Umumiy shu o'yindan oldingi bir haftalik tayyorgarlik jarayoni qanchalik to'g'ri keldi? Shu fizik tomonda yaxshi tayyorlash ko'rib bo'lgan. Oldingi sikllar bilan solishtirganda, masalan, martda ham futbolchilar keldi, endi o'sha Romada o'ynab yurganimizda o'sha Liga Yevropa Kubok o'yinlari bo'lganda har 3-4 kunda o'yin bo'lardi. O'sha tomondan olib qaraydigan bo'lsak, oxirida o'sha Romada hamma kuboklardan chiqib ketgandan keyin chempionatda o'yinlari ham bir haftada bir marta bo'ladigan bo'ldi. To'g'risi hozirroq zerikarli vaqt o'tishi qiyin bo'lib qoladi. Xuddi terma jamoani ham xuddi shunaqa deb aytishim mumkin. Agar kelgandan keyin 3-4 kunda o'yin bo'lib ketsa, tezroq vaqt, ozroq vaqtingiz faqat o'sha tiklanish jarayoniga bo'ladi va o'ynashingiz kerak. Hozir bir hafta 6 kunmi o'shanaqa sal qiyinroq bo'ldi o'tishi. Chunki o'sha Temboli mana shu juda muhim o'yin edi. Biz uchun ancha kutgandik o'yinda. O'shaning evaziga vaqt juda ham sekin o'tdi deb o'ylayman. Eldorga edi. Eldor qizingiz bilan maslahat qildingizmi? Ertaga gol qanaqa nishonlashsan? Yo'q, hali qilmadik. O'zi gol ursam qanaqa nishonlash o'zi o'ylab qo'ygan. Kecha matbuotda e'lon qilindiki, shu terma sobiq bosh murabbiy Serj Katanesning o'yinini tomosha qiladi, chunki shu assotsiatsiya tomonidan taklif etilgan munosabatida bir nechta ahvolda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan videolarida Serj Katanes terma jamoasiga mehmonxonasiga bordi. Agar Serj Katanes bilan gaplashgan bo'lsangiz, ko'rishdinglarmi? Nimani gaplashgan va bir ikkita ta'riflar odamlarga nima dedi? Men o'zi Strechka bilan undan oldin bosh murabbiy bo'lganda ham ko'p ko'rishardik. Aloqamiz yaxshi, bir-birimizga har doim olimpiya sborinda bo'lganda, terma jamoada bo'lganda, o'shaning uchun hech muammo yo'q. Gassingizda ko'rishdik, bir-birimizni tabrikladik. O'shaning uchun albatta uni hissasi ham bor, chunki 3 yildan oshiq terma jamoa bilan ishladi, mehnat qildi. O'shaning uchun rahmat etdim. Uni ham tabrikladim, u ham meni tabrikladi. O'shaning uchun uni ham albatta hech aniq joyimiz yo'q. Uni ham hissasi bor. Albatta assotsiatsiya ham, o'zi prezidentimiz ham ularda ham taqdirlashga qo'shganda juda zo'r bo'ldi. Chunki bilaman va albatta faxrlanaman, bizda shunaqa rahbariyatimiz bor, xalqimiz bor, hech qaysini mehnatini qoldirishmaydi va mehnatiga yarasha taqdirlanadi. O'shaning uchun bu zo'r narsa, kelgani, birga bo'lganimiz zo'r, yaxshi.